Hozir sizlar bilan bitta narsani bo'lishmoqchiman. Men hozirgi onlayn ishimda ishlashimdan oldin 2 marta moshinniklarga ham uchraganman. Boshqa bir kompaniyaga ham a'zo bo'lganman. Uni mahsulotini olib a'zo bo'lish uchun yaqinlarimdan qarz olib a'zo bo'lganman, lekin u yerda ham natija bo'lmagan. Keyin Eva Produkt kompaniyasi reklamasini ko'rib qoldim. Vaholanki u yerda ham o'zingiz uchun 1,5 million so'mlik mahsulot xarid qilib a'zo bo'lib ish boshlashingiz kerak edi. Endi men nima qilaman? Qarz olaman deydigan, qarz olaman desam qarz beradigan odamni o'zi yo'q. Qarzni olib bo'lganman. Kredit olaman desam davlat ishida ishlamayman, menga kredit berishmaydi. Shunda o'ylab ixlos bilan Allohning 99 ta ismini yozib, unga maqsadimni yozib chiqdim. Ishoninglar, shunaqa rezultat bo'ladi. Men 1 so'm pul tikmasdan, tovar olmasdan turib, o'zimni birinchi oyligim bo'lgan 4,5 million so'mni oldim. Masala bunaqa yoziladi. Meni tez orada daromadga chiqishim al-malikka oson. Shunaqa natija bo'ladi, ishoninglar. Aytmoqchi bo'lganim, oranglarda ishlayman, lekin daromadim yo'q, pulim yo'q. Tovar olishga, pul tikishga pul tika olmayman, pulim yo'q deydigan ayol qizlar bo'ladigan bo'lsa, menga yozinglar, o'rgataman. Maqsadinglar aniq bo'lsa, harakatchan bo'lsanglar, o'zimga o'xshab bitta ham tovar olmasdan turib, pul tikmasdan turib daromad topishni o'rgataman.